Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashloq tumanida biz akalar birinchi tug'ish bolasi qo'chqor qo'ylarimiz. Mana shu chista qora yaltiroq sog'lari birinchi tumsa akalar. Maza qilib akalar nevaralarga olib berib tomosha qiladigan qo'zilar ham billa katta bo'laveradi. Erkatoy. Janavor qara. Hamma endi mana shu nevara uchun olib beradi endi bu janavorlarni akalar. Uchovsini ham bolasi akalar qo'chqor janavorlar. Endi hozir bitta tishlarni ko'rsatib o'tib ketamiz akalar, xudo xolasa. Mashalloh. Mana shu qoramiz akalar qo'zali, tish ham buzmagan, bolasi qo'chqor mana shu kindiga ham tushgan yo'q. Bola ham nihoyatda chiroyli tushib olgan akalar. Silliq. Sariqdagi ham qo'chqor tushgan, garbanoslar hamma yo'g'i nihoyatda chiroyli. Sariqni ko'raylikchi yaxshi. Akalar 4 tushga o'tyapti. Ikkinchi tug'ish bolasi qo'chqor ham qo'yib yuboring. Asha oqni ham tushuncha oqda. Mashalloh akalar. Juda ham kallasi chiroyli garbanoslari va oqimizni. Bu ham 4 tush ekan akalar. Bolasi keladimikin bunaqa? Akalar, bolasi qo'chqor juda go'zal tushgan janavor. Bo'ylarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz janavor. Ikkinchi tomonda. Xudo xolasa bola berayotgan, bolasi qo'chqor ekan. Havasga tushib olgan janavor. Akalar enasini xudo xolasa bo'ylari 80 ga yetyapti, xudo xolasa. Ular 75 ga olaverasizlar, 75. Bo'ylari 75 enasini. Qo'yib yuboring janavor. O qorani shuncha yaltiradi. Akalar qorani ham bolasi vashi klas tushgan. Hali qo'zicha, qo'zi tishda janavor. Mana akalar. Qo'zi. Ichi tortavering shunga. Qora yaltirash qo'zlariga akalar. Mana shu limuzin bolasi ham qo'chqor akalar. Klas tushib olgan janavor. Akalar mana qo'zi tishda aka. 6 oylikda qochib hali yoshiga to'lgan yo'q. Qo'zi janavor. Akalar 80 ga olaverasizlar bu janavor. Uzunliklari ham nihoyatda uzun. Xullas akalar uchalasini bir joyga olaman desalaring 6 milliondan qilib beramiz. Dastlabki Samarqandgacha bor. Qo'y suyuq akalar. 6 milliondan qo'chqor hammasini bolasi. Ammo qorani o'zini olaman desalaring 6 millionga bermaymiz akalar. Qo'y suyuq, xudo xolasa. Qo'llari juda go'zal tushgan bular. Ma. Keling polvon, ma. Shu oqti bolasi juda go'zal tushgan. Mashalloh. Akalar layklarda ayamaymiz. Ikkinchi partiyamizga akalar xudo xolasa bo'g'ozlardan qo'yamiz mana. Akalar oq bulutlaridan yaqin bo'g'ozlar janavor. Ikkalasi ham yaqin. Shu uzog'i bir hafta 10 kunlik qo'ylarimiz akalar. Tug'ishi yaqin bo'lgan. Qirg'izli qo'ylar akalar. Bo'ylari 85 dan balandga olaverasiz. Eng kami 85 akalar. Toza gul bodamlaridan akalar. Mashinasi birinchi tug'ish, bunisi 3-tug'ish akalar. Sekin. Hop janavorlar. Bo'ylarni ko'rsatib o'tib ketamiz janavorlarimiz. Akalar yaqin. Xudo xolasa bir hafta 10 kunlik bo'lgan bo'g'ozlarimiz mana. Ushlab turingchi. Akalar 85. Raso bossak 85. Juni bilan baland turibdi. Tishini ham ochib ko'rsatib bering.
Ishlari akalar 6 yosh. Qo'yavering. Yaqin janavar. Bitta veslarni ham ko'rsatib o'tib ketsak bo'lar ekan, janavorlar. Bitta yoshini ko'rsatingchi bodam. Akalar, birinchi tug'ish mana 2 yashar. Endi 3 yasharga o'tdi. Bo'ldi. Bunisi 2 yashar ekan. 3 yasharga endi to'lyapti. Olib chiqingchi buni endi bo'yini ko'raylik. Akalar mana bo'ylari. Xudo xolasa 90 ga ham boryapti birinchi tug'ish. Akalar 90 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Akalar ikkosini Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Shu bir hafta 10 kun ichida tug'adigan bo'g'ozlarimiz akalar. Taroziga qo'yapmiz, hozir kilolarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani akalar, bo'g'ozimiz 80 kilo. 80 kilo janavorlar. Qo'yavering. Qo'yavering. Akalar 80 kilo, просто mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz kilolarini ham, xudo xolasa. Olib kiringmi birinchi tug'ishda. Qaravering. Akalar, birinchi tug'ishimiz 73 kilo. Akalar, ikkalasini bir joyga 5 milliondan xudo xolasa xonadonlaringga kirib boradi. Bir hafta 10 kun ichida bolalari ham yonida bo'ladi. Vesovoy qo'ylarimiz akalar. Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Shoshilamiz akalar. Gulbodam oqtargan akalarimiz mana gulbodamlar yaqin akalar. Lopillab turibdi janavorlar. Layklar dayamimiz akalar, iloji boricha